Soy aktu ayollarni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Gapni ma'nosiga ko'ra, ha. Ayollar hayotni buzishadi, sen buni eshitgansan. Biz uni ayollar bilan bemalol boshqaramiz. Buni darajasi juda past. Biz bundan allaqachon xabardormiz. Sen shu maqsadda ishlashing kerak. Aniq tafsilotlarni senga qoldiramiz. Men Sayaktoni yo'ldan ozdirishga harakat qilaman. Juda yaxshi. Ammo agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasang, bu masala uchun javobgarlikni o'z menga olishingni so'raymiz. Mas'uliyat ishdan bo'shashmi? Bunga javob berishim shart emas. Sohilda dars o'tkazishimizdan juda xursandman. Hoy, sen xursandroq ko'rinishing kerak. Yoki meni ko'palniklarimdan ko'rib hayratda qoldingmi? Seni taniyan bolalarnikidan farqi qilmaydi, shuning uchun. Bu muhim emas, men shunchaki katta bo'laman demoqchiman. Umid qilamanki, fikrlashlaring ham ozgina o'sadi. Seningcha bu yaxshimi? Aniqroq katta bo'lsam qomatim ham. Menga quyoshga qarshi lason sura olasanmi? Karonia. Menimcha, lason shart emas, shundoq ham hamma yog'ing yopiq. Hammasi joyida. Uni surtishing uchun men yechinaman. Hoy, bir daqiqa. Karonia o'zini g'alati tutyapti. To'g'risini aytsam, Samza bilan plyaj darslariga qatnashmaysanmi? Xo'sh. Professor Mitsuko menga shunaqa dedi. Demak, men boshqa bolalar kabi maktabga bora olmaymanmi? Bularning barchasi men tushkunlikka tushganimda boshlandi. Menga o'zi dengiz bo'yi sohili nimaga kerak? Menimcha bu orqali sen qizlarga yaqinroq bo'la olasan. Nimaga yonimda yotibsan? Chunki o'zim xohlayman, meni xohlamaysanmi? Yana meni ustimdan kulmoqchimisan? Yo'q. Agar sen hijolat bo'lsang, hisobotlarimdagi barcha his-tuyg'ularimni o'chirib tashlayman. To'xta! Sen menga bunaqa qiyin vaziyatni bermasliging kerak. Kechirasan, endi sen sohilga borishing mumkin. Men sen uchun javobgarlikni o'z zimmamga oldim. Bu muammomi? Yo'q, albatta, lekin nimaga men bilan bormoqchisan? Agar men sen bilan borsam, biz ko'proq narsalarni qila olamiz deb o'ylayman. Men senga buni qilishni to'xtat demadimmi? Kechasi shu yo'lda uxlayman. Yo'q, qilolmaysan. Nima? Sen umuman qizlarga qiziqmaysanmi? Yo'q, unaqa emas. Unda sen bilan uxlashimga rozi bo'l. Sen bugun o'zingda emassan, Karonia. O'zimda emasman. Meni harakatlarim seni rag'batlantira olmaydi demoqchimisan? Yo'q, shunaqaroq. Xo'sh, bu noto'g'ri. Buni qilish noto'g'ri. Men uni aniq his qilaman. Men tushundim.
Tong otdi, uyg'on. Agarda uyg'onmasang onda. Balki keyingi safar. Seni shunaqa uyg'otmaganimda sen uyg'onmas eding va hammasi o'zingda qolib ketar edi. Nima bo'pti o'zi? Nima san haliyam uxlamoqchimisan? Unaqa bo'lsa, agarda o'rayotgan bo'lsa, men seni olib keta olaman. Bularni barchasi seni aybing. Senga nima bo'ldi? Bugun juda ham g'alatisan, Karonya. Ehtimol bu seni aybing. Men bu haqida emasman. Xo'sh, menga aytchi, yotoqda qaysi qiz bilan uxlagan bo'lar eding? Hech qaysi. Senda reaksiya yo'q. O'smir bolani tushunish qiyin. Lekin bu yerda sen prosta yotganga o'xshamaysan. Men faqat paypoq orqali tekshira oldim, lekin sen unchalik qiynalmading ham. Shunchaki bu gaplaringni yig'ishtir. Ketma-ketlikda sinab ko'rsang-chi. Nima haqidasan? Bu qanday bo'lar edi? Sen bunaqa qilishing kerak emas. Demak, bu senga yoqmadi, to'g'rimi? Men. Bu meni qiynayapti. Agar menga yoqqan odam menga buni aytsa, u meni yoqimsiz deb his qilar ekan. Balki Karonya meni uni yoqtirmayman deb o'ylar. Men buni qila olmayman, chunki men qizlarga jiddiy qarayman. Lekin bu meni ularga qiziqmayman degani emas. Men shunchaki samimiy his-tuyg'ularni xohlayman va senga nisbatan shunaqa his-tuyg'ularim bor. To'g'ridan to'g'ri shunchaki bunaqa gaplarni aytish mumkin emas. Lekin men jinsiy aloqa bilan yaxshiman. Nimalarni valdiryapsan? Hozir kech bo'lib qoldi, yaxshisi uxlaymiz. Sen bugun juda ham yoqimtoy ko'rinmaysan, Karonya. Men har kuni juda yoqimtoyman. Balki shunaqadir. Akuto buni e'tiborsiz qoldiryapti faqat. Erkaklar yotoqxonasi. Sababsiz bu yerda paydo bo'lishingni kutmagan edim. Men Karonyadan qochibman hozir. Bu qiz menga qo'rqmasdan tegini olgan birinchisi. Shirin g'urunch. U juda ham sodda xarakterga ega. Yana nima? Men senga tanish bo'lmagan sinfdoshimni sinab ko'rdim. Uni yoqtirib qoldingmi? Unchalik emas. Bo'lmasa kenaga boshqacha nigohni bas qil. Men unaqa qilayotganim ham yo'q. Iblislar hukmdorini shunaqa suhbatini eshitaman deb o'ylamovdim. Iltimos, bizani gapimizni bo'lma. Bu erkak va ayolning shaxsiy gaplari. Bunaqa gaplarni aytishni bas qil. Iblislar hukmdori ayollar o'rtasida juda mashhur. Men hasad qilaman. Unaqada Peter Xvazyan. O'zingga juft top. Yaxshi fikr, men bu qizni yoqtirib qoldim. Razillashyapsan, men buni Kenani o'zidan so'rashing kerak. Muncha asabiylashmasan, bu hazil. Akuto, senga Kena yoqadimi? Bu bilan nima demoqchisan? O'ylaganim aytmoqman. Bilasanmi, u bilan uxlaganingdan keyin oila qurish yoki kecha-yu kunduz qo'lingdan kelganda qilishga olasanmi? Nima jinnimisan? Sen urinib ko'rasanmi yoki yo'qmi so'rayapman. Shunchaki fikringni bilmoqchiman. Nimaga men senga buni aytishim kerak ekan? Chunki men seni jinsiy xohishlaringni bilmoqchiman. Nimaga? Chunki men bu xohishlaringga qarab xizmat qilaman. Nima qilasan, buzuqa? Hasad qilasanmi deyman. Cho'ndig'im, lekin yaxshi. Undan shuni xohlaysan-ku. Men bilan hazillashyapsanmi? Nimaga uni xohlayarkanman? Men cho'ndim. Uni o'ldirishimni xohlayapsanmi? Yoki hozir u o'ladi, yoki men. Bularga sen aybdorsan, Karonya. Sen kechirim so'ra. Uzr so'rayman. Buni men boshladim, chunki Akuto va senga bu yoqadi deb o'ylagan edim. Qanday qilib bunchalik axloqsiz bo'lasan? Shunchaki asabiylashadi, qimirlamaydi deb o'yladim, noto'g'ri cho'nding. Agar sen shunaqa narsa haqida o'ylagan bo'lsang, sen oppoqqina qizsan, lekin tashvishlanma. Akuto va men seni jinsiy jihatdan rivojlantiramiz.
Voy, ana qizni ko'kragiga tegishdimi? Ular nimadir qilmoqchi. Men iblislar hukmdorligini bilardim, lekin qachon to'xtashni bilmas ekan. Bu plyaj. Men nimadir deyishim kerak. Qani hamela bas qilinglar-chi. Bu e'tiborga arzigulik narsa emas. Hatto sinf vakillari ham bunga ahamiyat bermaydi. Tushundim. Ular har doim shunaqa qilishganidan bu ahamiyatli emas. Demak, qiz bilan bemalolmi? Shunchaki o'zlarini ko'rsatmoqda. Birga so'zmaymizmi? Nima sana so'rashga haqqing bor deb o'ylayapsanmi? Shunchaki hammasini aytding-ku. Bu uchun meni kechir. Men bunaqa demoqchi emas edim. Tushunishimcha, mayli, ozgincha vaqt hech narsa qilmaydi. Rahmat. Men bunaqa joylarda bo'lmaganman. Menga nima qilishimni aytib o'rsan bo'ldi. Sana shunaqangi g'alati xaraktering borki, shunchaki u yo'lga borganda zavqlan. Sen ham bu yo'lga kel. Hoy, bular nima? Okean tagida butun bir to'dasi bor ekan. Menimcha, ular dengiz bodringlari. Ogo, dengiz bodringlarimi? Ular juda ham silliq va shilimshiq ekan. Hoy, bunaqa o'ynamasang-chi, iltimos. Buni mendan uzoqlashtir. To'g'ri, bunaqa narsalarni yoqtirmaysanmi? Yo'q, men bunaqa narsalar bilan juda ham yomonman. Hattoriga bu yoqmasligini aytdi. Uni oldida bunaqa o'ynamagan. Mayli. Hattori, bo'ldi, tinchlan. Hammasi yopishqoq. Ko'ryapman, qimirlama. Sal qattiqroq sho'madingmi? Noto'g'ri xayollarga berilma. Tushundim. Sen shunchaki qo'rqding, to'g'rimi? Men bu haqida emasman. Men qo'rqqan bo'lsam ham. Bilaman nima demoqchiligingni, lekin men o'zimni yaxshi his qilaman. Yaxshi his. Bu yerdagi hozir sendan olgan tuyg'uyim birinchi marta tanishganimizdek bo'ldi. Sen maktabda juda ham jiddiy eding. Nimaga bunaqa deyapsan? Sen mana sharmanda qilsan va bu meni bezovta qilyapti. Bundan tashqari sen doimo g'alati ish qilasan. Mayli, nima bo'lsa ham men uni olib tashladim. Tinchlikmi? Shunchaki rahmat etmadim deb o'yladim. Qo'ysangchi, rahmatga arzigulik narsa qilmadim-ku. Va bu Kinani aybi edi. Demak, sen Kinani familiyasi bilan chaqirmaysanmi? Nimaga sen meni hali ham Hattori deb chaqirasan? Haliga sen juda ham jiddiysan va Junko san. Koto. Nima qilyapsan, Koronya? Kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi deb o'yladim. Yolg'on gapirma. Nimaga hammani bezovta qilyapsan? Sen xohlagan narsangdan qutula olmaysan. Aslida sen oddiygina kuzatuvchi bo'lsang, unda burchakka o'tib kuzatishing kerak xolos. Sana fikring, men kuzatuvchi, sen kuzatiluvchi. Balki sana hayotingga aralashishim xato bo'lgandir. Meni hech kim xafa qilmoqchi emas edim. Men bu narsalar bo'yicha yaxshi emasman. Bundan tashvishlanma, men aybim. Yodingda qolishi kerak bo'lgan yagona narsa shundaki, men sen bilan bo'lishni xohlayman. Koroniga nima bo'ldi? Men ham bilmayman. Albatta u oddiy odamga o'xshamasdi, lekin balki Koroniya haqiqatan ham. Chan? Kimdir meni kuzatyapti. Chan, qara. Hiroshi. Boss, Shunchalik kech qayoqqa ketyapsan? mana ota-onam shu yerda yashashadi. Demak uyga ketyapsanmi? Keyinroq ko'rishguncha. Uyga borishni yoqtirmaysanmi? Bu orolda iblislar xo'jayini haqida afsona bor. Afsonami? Sizni kelishingizni taqiqlashardi, to'g'rimi? Sizni hech kim deyarli yoqtirmasdi. Menimcha bu afsona tufayli. Nima haqida ekanligini ayta olasanmi?
Bu orolda hikoya qilingan voqea. Iblislar hukmdori qaytib kelganida belgi sifatida orolning markaziy qismida maxluq paydo bo'ladi. Ammo kimdir maxluqni o'ldirish uchun chiqadi. Va aytishlaricha o'sha kimdir iblislar hukmdorini yo'q qiladi. Bir daqiqa. Iblislar hukmdori bilan urush 100 yil oldin bo'lganida. Bu shunchaki bir guruh dehqonlar o'ylab topgan hikoya-ku. Ota-onangni unutibman, kechirasan. Yo'q, hammasi joyida. Qolaversa iblislar hukmdorini qahramon yo'q qilganga o'xshamaydi. 100 yil oldin yer qobig'ining o'zgarishi natijasida bu yerlar yaratilgan. Bu yerda hech narsa bo'lmagan. Ishonchim komil, bularning hammasi ayanchli istak bo'lgan. Menimcha buni ayanchli deb aytish noo'rin. Lekin siz shunchaki bularga cho'miysiz. Nimaga? Chunki siz kuchlisiz. Buni nima aloqasi bor? Bu noto'g'ri. Bu umuman noto'g'ri. Hiroshi. Maxluq? To'g'ri. Mana yana doimiy Megak akademiyasi yotoqxonalari. Saykon, kimdir ko'rish uchun yashirincha chiqib ketishi hojati yo'q. U juda ko'p ichyordi. Kimdir yoki nimadir seni kuzatyapti. Buni men payqadim. Men unga ergashmoqchiman. Mana aniqlash radari. Bu to'g'ri. Akoto diktator bo'ladi. Biz esa qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lgan har bir kishiga dozoq beramiz. Mana orzuyam sahnani tomosha qilayotgan Akoto bilan bir stakan qonli vino ichish. Unda buni amalga oshirish uchun harakat qil. Men Akotoga to'liq xizmatimni beraman. Men barcha qora sehrlarni birlashtirish uchun harakat qilaman. Juda istiqbolli yovuz xonimsan. Qolaversa xo'jayinim ambinatsiya ko'rsatishi kerak. Uni ambinatsiyasi yo'qligida emas, menimcha uni yaxshi yigit ekanligida. Riri Shiraishi. Sen avvalgi bolasan-a? Bola deyishni to'xtatgan, men yaxshi yosh xonimman. Qolaversa sizlarga yaxshi xabarim bor. Unda gapir. Siz juda takabbursiz. Nima bo'lganda ham, maktab va talabalar kengashi siz bilan munosabatda o'ylab chiqishdi. Maktab nima qarorga keldi? Maktab Saktoni himoya qilishi xohlaydi va Peter Hauzenni noqonuniy deb hisoblamadi. Yoki shuni aytishi mumkinki, u bilan ishlash uchun amaldagi qonun yo'qdek. To'g'ri, bu hozircha yaxshi. Status quo'dan unchalik emas. Lekin men mo'tadillardan charchadim. Ya'ni, men a'zo bo'lgan asosiy fraksiya. Charchadimmi? O'sha la'natlar Liladan ishlatmoqchi bo'lishadi. Sayaktoni yo'ldan ozdirish uchun. Menda bor yangilik shu. Men tashqaridagi ishlar bilan shug'ullanaman. Bu bilan nima demoqchisan? Men o'sha g'iybatchilar kabi harakat qilmayman. Lekin men Sayakto kabi qattiq qo'llarga hech narsa qila olmayman. Yaqinda urush boshlamoqchi bo'lgan yirik yigitlar haqida ma'lumot topdim. Sehrli razvedka vazirligi Simo Sakkas. Ular razvedka to'plash va sehrga qarshi kurash usullari bo'yicha mutaxassislar. Sayaktoni fikridan qat'iy nazar men ularni o'chirib tashlayman. Bu rostdan ham yaxshi yangilik. Lekin bu meni akalilarga qarama-qarshi qilib qo'yadi. Asosiy oqimchilar nima deyishidan qat'iy nazar. Qora sehr qo'llamoqchi bo'lgan har bir insonning orqasidan boraman. Unga aytgan, men unga hali hamma mollarni ko'rsatmadim. Bu bitta do'yrak bolakay. Men axborot bilan kurashadiganlardanman. Unda bizni hozir olgan ma'lumotlarimizni aniq xo'jayinga yetishimiz kerak emasmi? Kimnidir ma'nosi tiqilyapti. Mana Akoto bilan bog'lana olmayman deb o'ylayman. Mana buzilyapti. Demak, uni yo'qotdikmi? Men yugurayotganini eshitmayman, keyin uni orqasidan quvlayman. To'xta! Aochan. Men seni nihoyat topdim. Keyin nimaga bu yerdasan? Senpai Fujiko menga qo'ng'iroq qildi. O'qildimi? U sen bilan bog'lana olmasligini aytdi. U nimadirlar deb aytganida. Uni so'zlariga ko'ra, sendan keyin bir guruh yomon odamlar bor, Simon Sakkas. Qanaqadir bir guruhmi? Xo'sh, ismi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin ular sehrgarlarni o'ldirishga juda yaxshiligini aytdi. Juda qo'rqinchli. Yana nima? Nima edi? Juda issiq. Lekin hammasi joyida. Men buni o'zim bilan olib keldim.
Bu nima? Bu mani guruchdan tayyorlagan ichimlikning yangi turi guruch sarbati. Xohlasa senga ham beraman. Mana. Akkena, bunda alkogol bor. O'channi ko'plari bor. Mayli, biroz tanaffus qilamiz. Bu mani qitqilayapti. Kim ishi bor, bu menga eski vaqtlarni eslatyapti. Eski vaqtlar? Haqiqatan ham men sen bilan oldin uchrashganman. Balki shunaqadir. Ehtimol men sen bilan uchrashni tayinlagan bo'lardim. Demak, sen Kenana familiyasi bilan chaqirmaysanmi? Nimaga sen meni hali ham Hattori deysan? O'ylab ko'rsam, nimaga bunaqa? Uni yonida o'zimni qulay his qilganim uchunmi? Bu degani men. Ochan, sen meni o'pmoqchi bo'ldingmi? Nopok yaramas. Voy, ahmoq bo'lma. Sen haqsan. Jinsiy aloqa yomon, lekin yanoqdan o'pish yaxshi. Menimcha bu haqiqat. Birdaniga meni tep borishing shart emas edi. Men qochmoqchi bo'lganimda sen tasodifan o'sha yerda eding. Aldama, atilab qilding. Hozir bahslashishga vaqtimiz yo'q. O'q ovozi. Koroniya! New dubbing Garem tomonidan o'zbek tiliga o'girildi.